Non isi rivoyatini so'zlab beraman. Bir kuni Sulton Husayn boyqaro vazirlarni huzuriga chaqirib shunday dedi: Assalomu alaykum sultonim. Vazirlarim, menga dunyodagi eng xushbo'y narsani keltiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Vazirlar sultonga xushbo'y gullardan olib borishibdi. Mana sulton, dunyodagi eng xushbo'y gul. Men aytgan hech bo'y emas. Sultonim. Ikkinchi kuni qalampir munchoq olib borishibdi. Sultonim, dunyodagi eng xushbo'y qalampir munchoq. Men aytgan hech bo'y emas. Uzun sultonim. Labbay sultonim. Vazirlarim, sizlarga 3 kun muhlat. Agar menga dunyodagi eng xushbo'y narsani keltirmasalaring, jazoga tortilasizlar. Bo'ladi sultonim. Vazirlar Navoiyning oldiga borishibdi. Assalomu alaykum Hazrat Navoiy. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. O'tiringlar. Xo'sh xizmat. Hazrat Navoiy, bizga yordamingiz kerak. Sultonimiz ko'ngillariga xushbo'y narsa tushib qolibdi. Hazrat Navoiy, agar sultonimiz aytgan narsani olib kelmasak, jazoga tortilamiz. Bizni qutqaring. Ha, shunday deng. Sizlar saroyga boraveringlar. Men bir ilojini toparmen. Rahmat Hazrat Navoiy. Rahmat Hazrat Navoiy. Navoiy bir soat non bilan saroyga boribdi. Hamma yoqdan nonning issiq hidi yashnab ketibdi. Assalomu alaykum hazratim. Va alaykum assalom, mening qadrlarim do'stim Alisher, xush kelibsiz. Men sizga dunyodagi eng xushbo'y narsani olib keldim. Bu tandirdan buzilgan yangi non. Dunyoda non isidan bo'lak xushbo'y is yo'qdir. Ko'ngil non isini istayotgan edi. Katta rahmat sizga. Vazirlarim, Navoiyga boshdan oyoq sarpo kiydiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Shunday qilib Navoiyning donishmandligi tufayli vazirlar jazodan qutulib qolishibdi.